Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsiz? I love everything about Uzbek culture. So the main question that is interesting. O'zbekistonga kelganingizga qancha vaqt bo'ldi va aynan nega bu yerda yashashga qaror qildingiz? I moved here Men bu yerga 1,5 yil oldin turmush o'rtog'im sababli ko'chib kelganman. U o'zbek. Biz Polshada tanishganmiz va 2024-yilda O'zbekistonga ko'chib kelishga qaror qildik. Sezganingizdek, men o'zbek madaniyatini, qadriyatlarini juda yaxshi ko'raman. Men uchun tarixingizni o'rganish, uni kashf qilish juda qiziqarli jarayon va bundan zavq olaman. Bundan tashqari mamlakatingizning ob-havosini ham sevdim. Bu yerda 4 fasl bor va har birida tabiat juda chiroyli manzarada bo'ladi. Asosiysi menga xalqingiz yoqdi va ularning chet elliklarga mehmondo'stligi, samimiyligini juda qadrlayman. We heard that you have a touristic agency. Turistik agentligingiz ham bor ekan. Uni qachon tashkil qilgansiz va u qanday ishlaydi? Yeah, of course. Ha, albatta. Craft and Culture nomli turistik agentligimiz bor. Bu g'oya 2024-yilda bu yerga kelganimizda paydo bo'lgan. Chet ellik mehmonlarga O'zbekistondagi san'at va hunarmandchilikni targ'ib qilishni va go'zalligini boshqa turistlarga ham ko'rsatishni maqsad qilganmiz. Biz mehmonlar bilan kulolchilik ustaxonalariga boramiz, so'zana tikish, kashtachilik mashg'ulotlarini tashkillashtiramiz. Toshkent bo'ylab turli lokatsiyalarda milliy o'zbek ovqatlarini tatib ko'ramiz. Ya'ni o'zimizga qiziqarli bo'lgan barcha narsalarni turistlarga ham taklif qilamiz. Hozirgacha taxminan 200 dan ortiq mehmonni qabul qildik. Endi Toshkentdan tashqari yoz mavsumi oxirida Buxoro va Xivaga sayohat tashkillashtirmoqchimiz. Hozir yangi mavsumga tayyorlanyapmiz va keyingi haftadan yana ko'proq turistlarni qabul qilishni boshlaymiz. Alohida e'tirof etdi. The Uzbekistan tourism ministry. Umuman olganda O'zbekiston yangi rivojlanish bosqichiga chiqmoqda. Aynan turizm infratuzilmasida ham transport, mehmonxonalar xilma-xilligi, turistlar uchun talabga javob beradigan yuqori darajadagi servis yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, hech qayerda mavjud bo'lmagan tarixiy obidalar va me'morchilik tashrif buyuruvchilarda katta taassurot qoldiradi. Masalan, Buxoro, u yerda kunlab sayr qilish mumkin. Oltin kabi kashta tikuvchilar, tabiiy materiallardan foydalanadigan noyob san'at turlari bor. Yoki Marg'ilon to'qimachilik fabrikasini olaylik. U yerda matolar qanday qilib qo'lda tayyorlanishini ko'rib hali ham hayratlanaman. Toshkentda yaqinda bo'y rostlagan Islom sivilizatsiya markazi. Bu manzil O'zbekistonning tarixiy qiyofasini zamonaviy ruhda tasvirlaydi. What kind of unforgettable moments? O'zbekistondagi eng unutilmas xotiralaringiz bilan ham bo'lishsangiz. Number one would have to be our wedding. Birinchi o'rinda albatta bizning o'zbekona to'yimiz. Kelin salom, barcha milliy urf-odatlar, bularning hammasi juda qiziqarli jarayon bo'ldi men uchun. Hozirgacha O'zbekistonni 2 marta to'liq aylanib chiqdik. Eng unutilmas lahzalar Buxoro Biennalesi bo'ldi. Qadimiy madrasalarni zamonaviy san'at bilan uyg'unlashtirilganini ko'rib lol qoldim.